Assalomu alaykum. Nima gap, tinchmisizlar? Sog'misizlar, salomatmisizlar? Ay, mana biz Qo'qondamiz. Mo'lja qilish ishlarini olib bormoqdamiz. Mana bu yoqda Ikrima aka, bu yoqda Otabek, bu yoqda Lutfulla aka. Mo'lja qilyapmiz. Mana oilani farqini qaranglar. Mana yo'lga oyna, yo'lmaga oyna. Bu yoqda bilinmaydi. Mana bu yerda bilinadi. Yo'lga oyna, yo'lmaga oyna. Bosamiz. Bitta savolim bor edi. Ana bir xilda bir sherigini aybini yopaman deb. Ana masalan bitta mamut yuvish kerakmi? Sherigi yuvmasdan o'tib ketsa bo'laveradi uni. Yuvib bo'lmaydigan joy bo'ladi-yu. Yuvmasi ham bilinmaydigan joy. Bilinmaydigan joy. Lekin sherigi yuvmoqchi bo'ladi, toza bo'ladi. Toza qilish xohlab. Sherigini aybini yopaman deb yomon ish qilib qo'ysa, ya'ni o'sha yuvmagan joyini pulini olib qo'ysa, u halolmi yo harommi?